Hoy, qizlar, fikrlab bugungi vaqtimizni bekorga sarflamasdan Amir Temur haqida ijtimoiy so'rovnoma o'tkazib ko'ramiz. To'g'ri. Adbiy talabalari Amir Temur haqida qay darajada bilimga egaligini ham bilib olamiz. To'g'ri, qani. So'rovnoma olyapti, shunga yordam berib olasiz. Amir Temur kim bo'lgan? Amir Temur sohibqiron, sarkarda, buyuk davlat arbobi hisoblanadi. Javobingiz uchun katta rahmat. Amir Temur qachon qayerda tug'ilgan? Amir Temur bobomiz 1336-yilda Xo'jaylg'or qishlog'ida, ya'ni Kesh deb atalgan undan tashqari, hozirgi Shahrisabzga to'g'ri keladi. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Amir Temurning eng katta yutuqlaridan biri nimada deb hisoblaysiz? Endi Amir Temurni hozir aytdimku, eng katta yutuqlarimiz markaziy davlat tashkil topgani. Uni davrida uni yagona o'sha poytaxtga barcha manfaatlarni bo'ysundirishga harakat qilgani va ikkinchisi Mo'g'ul tatarlar zulmidan ozod bo'lishda O'rta Osiyoni alohida bir davlat sifatida olib chiqishdagi rolini shu katta xizmat qilgan. Va yana u harbiy sarkardalik maktabiga juda katta hissa qo'shgan o'z g'alabalari bilan. Bu haqda juda ham ko'p gapirish mumkin. Albatta. Amir Temurning mashhur harbiy yurushlari haqida birortasini aytib bera olasizmi? Menimcha esimda qolganini aytib bera olaman. Bu 1365-yilda bo'lib o'tgan Loy jangi hisoblanadi. Bunda Amir Temur bobomiz buyuk jasorat ko'rsatgan. Albatta. Ijtimoiy so'rovnoma uchun kattakon rahmat. Amir Temurning eng mashhur asari. Amir Temurning eng mashhur asari bu davlatni boshqarishda Temur tuziklari deb hisoblayman. U yerda asosan Amir Temur o'zini saltanatida o'rnatgan O'rta Osiyodagi eng adolatli buyuk davlatni boshqarish usullarini o'sha asarida yozib bayon qilib o'tgan. Katta rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga savolim bor edi Amir Temur haqida. Siz Amir Temur haqidagi ma'lumotlarni qayerdan olasiz asosan? Asosan kitobdan olinadi. Chunki hamma narsa o'zi kitobga yozilgan. Assalomu alaykum, domla, yaxshimisiz? Domla, sizga savolim bor edi, mumkin bo'lsa. Qani deyman savol. Amir Temurning o'g'illari haqida ma'lumot bera olasizmi? Albatta, demak, yaqinda hammamiz bilamizki, 9-aprel kuni buyuk Temurlar davlatining asosi, xususan Xuroson va Movarounnahr nahrini birlashtirib yagona bir markazlashgan Temurlar davlatiga asos solgan bobo kalonimiz Amir Temurning 689 yillik yubileylari tavallud yoshlarini nishonladik. Bu o'rinda biz albatta bilamizki, Amir Temur albatta Temurlar davlatida o'zini keyingi o'rinlarda ko'radigan bo'lsak, 4 nafar o'g'liga mana shu 3 qit'ani birlashtirib yagona markazlashgan Temurlar davlatiga asos solgan hududlarni teng taqsim qilib bergan. Ularni misol beradigan bo'lsak, o'g'illar haqida ma'lumot aytadigan bo'lsak, demak Jahongir Mirzo, Shohrux, Umarshayx, Mirzo va navbatdagi esa o'sha Mironshoh hisoblanadi va undan tashqari 4 o'g'li va 2 qizi ham keladi deydi. O'sha Og'abek xonim va bir singlisi Sherinbek ham degan ma'lumotlar manbalarda keladi. Aynan mana shu to'ralar o'g'li keyinchalik Amir Temur tuzgan buyuk saltanatni teng taqsimlash natijasida boshqarish usulini o'zlari. Rahmat, domla, katta e'tibor. Assalomu alaykum, domla, yaxshimisiz? Savolim bor edi, mumkin bo'lsa sizga. Amir Temurning nasl nasabi haqida gapirib bera olasizmi? Albatta, Amir Temur bizning buyuk bobo kalonimiz, Temuriylar saltanati asoschisi. Amir Temurning kelib chiqishi Barlov urug'idan, ya'ni ota tomonidan, otasining ismi Amir Taraqa, onasining ismi Takina xotun, Mo'g'ullarga mansub, keyinchalik Balx hokimi bo'lgan, do'sti keyinchalik munosabati yomonlashish natijasida o'zaro dushmangalangan Amir Husaynning singlisi bo'lgan. Rahmat. Assalomu alaykum. Biz ijtimoiy so'rovnoma o'tkazayotgandik. Shunga sizga savolim bor, bera olasizmi? Xo'p. Xo'p, Amir Temurdan keyin taxtiga aslida kim o'tirish kerak bo'lgan? Uni o'g'li Jahongir Mirzo. Uni nevarasi Pir Muhammad taxtga o'tirish kerak edi aslida. Hop, rahmat. On the corner where the shadows creep, whispers of the city, secrets they keep. Underneath the street lamps steady burn. Life's a game of dice, wait in your turn.